bu o'zbek elining o'z madhiyasi. Birinchi safdan 11-safgacha maktab o'quvchilarini o'zini bolasidan-da a'lo suyib, o'zini farzandidan-da unga ham ko'proq mehr qo'yib, jonkuyarlik qilib, fidoyilik qilib, maktabda ta'lim va tarbiya bergan mo'tabar, muhtaram, qadrli ustozlar. Bu yo'lda sizlar uchun eng yaqin do'st va eng kuchli qurol kitobdir. Chunki kitob nur, ilm va ibrat manbai. Ko'p kitob o'qigan inson hech qachon to'g'ri yo'ldan adashmaydi. Yoshlik sani kuylamagan kim? Davralarda o'ynamagan kim? Eslaganda ko'zi yoshlanib, yoshlik sani o'ylamagan kim? Yoshlik sani kuylamagan kim? Davralarda o'ynamagan kim? Eslaganda ko'zi yoshlanib, yoshlik sani o'ylamagan kim? Yomg'ir yog'ar shitirlar, nurni ipak tolalar, bahor kelsa qiqirlab qirga chiqar lolalar. Lolalar har joyda bor, bizda bor, u qayda bor. Qalbga taskin izlasang, urg'unchoqni suraging, tanavoqni tinglasang, sel bo'ladi yuraging. Qalbga taskin izlasang, urg'unchoqni suraging, tanavoqni tinglasang, sel bo'ladi yuraging. Nag'alar har joyda bor, bizda bor, u qayda bor. Nazga may nazga, ay nazik gul nazga, nazga may nazga, ay nazik gul nazga, oydan go'zal yuzlaring nazga may nazga. Cheksam yonimda mo'ltirab yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan bedorim,
Ana